Assalomu alaykum qadrdonlar, hurmatli bog' dunyosi kanalimiz a'zolari. Mana shu joyda bugun uzum qirqidik, xudo xolasa. Mana shu holat, narigi tomoni qirqmaganimiz sababi u joy boshqa odamniki ekan. Mana shu holatda qirqib chiroyli qilib qo'ydik, xudo xolasa. O'zimizni qo'limizdan kelganicha shunchalik qilib o'xshatdik. Mana hozir uzum qirqadigan rosa payti, mana 17-fevral. Uzum qirqsangiz bo'laveradi, o'zi amal kelib qolibdi uzumlarga mana. Hop, uzumlarimizga suv kelish boshlagan уже mana. Shu holat. Mana suv kelishni boshlagan uzumlarimizga. Ko'rinyaptimi? Shu holat mana. Telefonda kamerasi sal o'shaligi holatroq bo'lyapti. Shu uzumni qirqidik, xudo xolasa. Bu tomon endi boshqa odamga qarashli ekan. Shunaqa. Qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Mana shu holat. Bugungi xizmatimiz mana shu joyda bo'ldi.